Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihamizning 17-soni efirda. Foydali to'xtamga kelganlarning irshayib qarashi g'azabi qo'ziganlarni talvasaga soladi. Bozor yo'lishida poyloqchilik qilgan tuhmatchi choyxonadagi g'iybatchining pistirmasiga duch keladi. Xo'sh tasallisini yoqtirganlar bir-biriga haddi sig'ib, hazil gapga zil gapni joylab gapiradi. Elda dovruq qozongan kishining el qalbini tushunadigan ongi va lab dahani bo'ladi. Dahanaki janglarni bittada bostiradi. Shinavanda ulfatlar ham mish-mishlarning cho'g'iga qarab g'iybat oshini birov qozonida damlaydi. Boyvachchadan oliftalikni kutgan to'nkalik qilganida gapiga qarab suhbat to'nini bichadi. Ko'chada uchragan iprisqidan cho'chiydigan, qarash ma'nosini anglamaganidan xijolat chekadi. Qaysi gaplarimiz sizga ma'qul bo'ldi? Izohlaringizda qoldiring.